Mama qamalganidan keyin ayiq dokumentlarini olib qayergadir bormoqchi. Bo'ri esa hayron. "Ha, maymoq, qayergadir bormoqchimisan?" "Mamani qamalganidan keyin o'zimni geroychadek his qilyapman. Endi politsiyada ishlamoqchiman. Shunga nima deysan? Menday quloqlar har doim kerak." "San jinnimisan ayiq? U politsiyadagilar bizni qancha qiynashdi, ovora qilishdi. Sen ham ular bilan birga bo'lmoqchimisan? Sen meni yo'ldan ozdirmoqchi bo'lma. Meni qarorim qat'iy." Bo'ri shokka tushdi va ayiqni kadrlar bo'limida kutib olishdi. "Xo'sh, o'rtoq, nima xizmat?" "Men sizlarda ishlamoqchiman. Mendek salobatli, salohiyatli ayiq ishga kirsa nima deysiz?" "Afsuski sizni xafa qilishga majburman. Bizda hozir bo'sh ish o'rni yo'q. Iltimos menga imkon bering. Maktabda har yili bittadan faxriyorlik olganman. Men zo'rman." Ayiqni gapi qiziq tuyuldi va unga savollar berib sinamoqchi bo'ldi. "Unda bunday qilamiz. Men sizga savollar beraman. To'g'ri topsangiz, sizni ishga olishga harakat qilaman." "Bo'ldi, kelishdik. Men roziman. 2 + 2 ko'paygan 2 necha bo'ladi?" "Albatta 8 bo'ladi." "Ayting-chi, 3 ni kvadrati necha bo'ladi?" "Xo'sh, 9 bo'ladi." "Ha, 9. Keling endi qiyinlashtiramiz. Pushkinni kim o'ldirdi?" "Pushkinni o'lay agar men o'ldirganim yo'q." Yana bir qahramonimiz o'ziga ish qidirmoqda. U politsiyani e'lonlar taxtasidagi e'lonini ko'rib qoldi va o'zini sinashga qaror qildi. U nachalnik oldiga keldi. "Salom janob. E'lon bergan ekansizlar, shu bo'yicha kelyapman." "Tushunmadim. Qanaqa e'lon?" "Xavfli, ehtiyot bo'linglar, qidirilmoqda deb yozib qo'yibsizlar-ku. Demak, meni qidirayotgan bo'lgansizlar." "Birinchidan, jinoyatchi qidirilmoqda deyilgan. Ikkinchidan, ular hech qachon topilmaydi. Shuning uchun surnat qo'y."